Lesar sotib olay deganingizda e'tibor bering. Sizga mana bunday qilib oddiy malotof bilan urib turib, qing'ir qiyshiq qilib turib, ezib turib sotadigan bo'lishi mumkin. Mana shu joylarga e'tibor beringlar, ssenariyalarga ham e'tibor beringlar. Bu akalarimiz zavodskiy apparatlarni teshib beradi. Aka, bitta teshib bering. Qaranglar, qanaqangi sifatli chiqyapti. Mana shunaqangi sifatliki, hech qanday malototda ezilmaydi, zavodskiy apparatda teshiladi. Chokiga tushadi, umuman qiynalmaysizlar. Biz lesarlarning eng optimum jetganmiz. Narxlari umuman suv tekin, siz o'ylagandan ham arzon. Agar arzon bo'lsa like bosib qo'yasizlar, qimmat bo'lsa ham like bosaveringlar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. 1 metrligi 480 mingdan boshlanadi, 2 metrligi 580 mingdan boshlanadi. Dastavkalari kelishilgan narx ekan. Menga profilli paddon desalar, profilli paddon olasizlar, faqat 30 ming so'm razisiya qiladi, ya'ni qimmatroq bo'ladi. Yoki lisli kelayotsangiz, mana lisli paddonlardan ham olaverasizlar. Hammasidan bor, kraskalarni siz aytganingiz zakaz bo'yicha qilib beraveradi. Aytganimizdek dastavkalar polni kelishilgan narx ekan. Uzunligi 2 metrligi bo'ladi. Bu 1.94 ga solishtirmanglar. Eng zo'ridan bo'ladi, ya'ni razmerlari kattaroq ekan. Ekran pastida telefon nomerlari bo'ladi, bog'lanaverasizlar.